Bo'pti mayli. Bo'lar ish bo'ldi endi. Endi men bu yoqda o'tirib o'yladim. Hammasini tashlayman. Hamma ichishlarni, birovlarni aldab pul olishlarni, birovlarni ustidan kulishlarni hammasini tashladim. Halol mehnat qilib topamiz endi. Hamma yomon illatlarni tashladingiz. Tashladim. Ichish, chekish, hammasini. Hammasini. Siz o'zgarmoqchisiz. Butunlayga. O'zgaraman. Anu begona ayollarga ham yomon ko'z bilan qarashni ham tashladingizmi? Endi bitta yarimta gunoh bo'lish kerak-ku. Bu og'ir gunoh shu-da ustozim. Mana siz o'sha qarayotgan ayollar kimdir singlisi, opasi bo'lishi mumkin-ku. To'g'ri, yomon ko'z bilan begona ayollarga qaraganingizga bu dunyoda qamoq jazosi yo'q, lekin u dunyoda azobi juda ham yomon bo'ladi ustoz lekin. Shuning uchun Bo'ldi, qo'rqitma. Mana o'zi endi 62 ga kirgan bo'lsa. nechiga? 62 ga. Eshitmasada, hey, siz 65 ga kirib 66 yoshga o'tyapsiz, ustozim. Tilingni tiy. Agar shu gapni kenaylaringni oldi aytadigan bo'lsang, naq tiling zo'r olaman. Yana o'zgardi. O'zgarmaydi bu odam. Buni qara.